ikkinchi rivojlantiruvchi stimulyatorimiz Propozen nomidan aytib turibdi. PZN, P fosfor, Zen sink 30% fosfori yuqori ozuqa. Nima uchun Gumyork va Gumyorkdan tashqari ikkinchi rivojlantiruvchi ozuqamiz Propozen? Makkajo'xorilar o'suv davrida endi yangi chiqqanda fosforga ehtiyoj yuqori bo'ladi. Biz birinchi dasturimizda aytib o'tganmiz, gektarga 300 kilodan amafos berdik, lekin bu o'suv fazasida bergan amafoslarimizni o'zlashtirishga qiynaladi. Bargi orqali fosforga bo'lgan ehtiyojini ham qondirish maqsadida, ham ildiz tizimini rivojlantirish uchun Propozen 30 stimulyatorni sepyapmiz. O'zlashtirishi qiyin deganimizda makkajo'xorilar endi bittasini mana bu hektarlik ekib qo'ygan joylari ham bor, bittasini kavlab ko'rsatamiz. Ildizini rivojlantirish fosfor nimaga kerak? Qopqa yerimizdan ancha qatib qoldi. Makkajo'xori barglari atrofida ozgina sezilmas kameraga ko'rinadimi yo'qmi qizil palasalar paydo bo'lgan. Fosforga ehtiyoji yuqori bo'lib turibdi ayni damda. Ayniqsa mana bu ildiz atroflari ham qizarib turibdi. Fosforga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Fosfor endi yerga berganmiz, lekin o'zlashtirishi qiyin bo'lib turibdi. Mana shu o'zlashtirishni tezlatish uchun, ildiz tizimini yaxshi rivojlantirish uchun Propozenni beryapmiz. Propozenimizda fosfordan tashqari mikroelementlardan sink moddasi ham bor. Demak, barglarning atrofida qizarganida va ildiz atrofida qizarganida fosforga ehtiyoji borligi ma'lum bo'ladi. Biz Propozen bilan fosforga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqchimiz. Nimaga endi aynan Bereket kimyo agro kompaniyasini Propozenni? Sababi bu boshqa kompaniyalarda ham Propozenlar bor, bilasizlar. Respublikamizda ko'plab korxonalarda ishlab chiqariladi, lekin bor. Bereket agro kompaniyasini Propozenini ekinlarimiz juda ham yaxshi o'zlashtiradi. Bu tajribadan o'tgan, juda ham yaxshi hazm qiladi, juda ham yaxshi o'zlashtiradi bu Propozenni. Fosfordan tashqari sinkda ham bir muncha vazifalari bor. Sink nafaqat makkajo'xorilarda, balkim donli ekinlarda, bug'doy bo'lsin, arpa bo'lsin, boshqa sabzavot ekinlari bo'lsin, donni shakllanishida juda ham muhim rol o'ynaydi ushbu mikroelementimiz va ekinlarda stressga chidamliligini oshiradi. Inson tanasida ham mikroelementlar yetishmaganda, ayniqsa sink yetishmaganda stressga tushadi. Ekinlarda ham xuddi shunaqa sink moddasi ayniqsa makkajo'xorida juda ham muhim hisoblanadi. Bu hosildorlikda, donlarda shakllanishi uchun juda ham yaxshi ozuqa quvvat bo'ladigan mikroelement hisoblanadi. Sinkni hisobiga stresslardan yechib, hozir baribir himoya qilish vositalari sepyapmiz, hozir chopiq qilamiz, ancha-muncha stressga tushadi. Bereket agro kompaniyasining Propozenini juda ham yaxshi o'zlashtiradi ekinlar. Katta dalalarda, nafaqat makkajo'xorida, balkim paxta, g'alla, boshqa ekinlarda gektariga 1 litrdan, bizni dalamizda 1 litrdan qo'llayapmiz. Boshqa ekinlarda ham gektariga 1 litrdan bemalol qo'llashlaringiz mumkin. Demak, Propozen ikkinchi ozuqamiz, endi hozir uchinchi ozuqamizni tanishtirib o'taman. Infa-N ozuqamiz. Infa-N tarkibida 3 xil azoti bor. Asosiy vazifasi makkajo'xorilarimizni azotga bo'lgan ehtiyojini qondirish hamda maydaligida ko'rsatdim, ildizlari hali mayda. Ildizlarga o'suv quvvati zo'r emas, qo'shimcha ildizlar chiqarish kerak. Fosforda aytib o'tdim. Fosfordan tashqari makkajo'xorilarimiz 4-5 barg orasida azotga bo'lgan ehtiyoji ham yuqori bo'ladi. Biz mana bu o'tlarimizni chopib olganimizdan keyin birinchi ozuqasiga azot berib, ya'ni selitra berib sug'oramiz. Undan tashqari mana bu Bereket agro kompaniyasining Infa-N o'g'itini ham beramiz. Infa-N ozuqasi mana bu ildizlarimiz hali rivojlanishi qiyinroq bo'ladi. Rivojlanish fazasida bargi orqali azot berganimizda ham ildizlari rivojlanib, ham azotga bo'lgan ehtiyojini qondiramiz. Undan tashqari mikroelementlar ham bor tarkibida, o'simliklarni hosillarini shakllantirishda va ekinlarda stressga tushmasligida muhim rol o'ynaydi. Propozendan tashqari Infa-N ozuqamizda ham 3 xil azot bor. 3 xil azotdan tashqari mikroelementlar bor. Ekinlarda ham donini shakllantirishda, ham stressni yengishda, hamda ildiz tizimini rivojlantirishda, azotga bo'lgan ehtiyojini qondirishda yordam qiladi. Yuqorida aytib o'tgan uchala ozuqani Gumyork, Propozen, Infa-N ozuqasini berganimizda o'simliklarda ildiz tizimini rivojlantirishga juda ham katta hissa qo'shadi. Ko'rib turibsizlar, makkajo'xorilarimiz yosh, 4 barg, 5 barg chiqargan. Albatta, hozirgi holatda ildiz tizimini mustahkam rivojlantirishimiz kerak. Bu nafaqat makkajo'xorilarda, balkim hamma donli ekinlarda, bug'doy bo'ladimi, arpa bo'ladimi yoki sabzavot ekinlarimiz, pomidor bo'ladimi, boshqa ekin turlari bo'ladimi, masalan, piyoz bo'ladimi, albatta ildiz tizimini rivojlantirishimiz kerak. Ildiz tizimini yaxshi rivojlantirsak, o'sishi yaxshi bo'ladi. O'sishi yaxshi bo'lgandan keyin ekinlarimizni kayfiyati yaxshi bo'ladi. Insonlarning kayfiyatiga o'xshab ekinlarimizning kayfiyati zo'r bo'lsa, biz bularni ham makroelementlar bilan
oziqlantirsak barg orqali hamda mikroelementlar bilan oziqlantirib o'zini qaysi mikroelementlarga qaysi ozuqalarga talab bo'ladigan bo'lsa, mana shu ozuqalar orqali talablarni qondiradigan bo'lsak, o'simliklarimiz o'sishi jadallashadi, rivojlantiramiz, mikroelementlar orqali stresslarni olamiz hamda kayfiyati yaxshi bo'ladi. Xuddi insonlar kabi ekinlarimiz ham kayfiyati yaxshi bo'lsa, o'sishi tezlashadi, yaxshi o'sadi, yaxshi rivojlanadi. Tanasi baquvvat bo'lsa, ancha-muncha kasalliklarga ham bo'yin bermaydi. Hasharotlarga qarshi, hudlarga qarshi kurashda o'zining immun tizimi ham yaxshi shakllanadi. Xullas, bugungi 13-may holatida Berakat kimyo agro kompaniyasini Gumyork, Propozen, Infa-N o'g'itlarini qo'lladik. Xo'p, himoya qilish vositalariga to'xtalamiz. Apraklem ta'sir etuvchi moddasi emamektin benzat, ko'pchilik biladi. Buni har xil variantlari ham bor. O'zi asli originali Praklem Syngenta kompaniyasiniki, lekin narx jihatidan sal qimmatlik bo'lgani uchun natijasi yomon bo'lmagan Apraklem insektisidini tanladik. Gektariga 300 gramdan 400 gramgacha 0.3 0.4 kilogram, 300-400 gram soddaroq aytganda biz yarim kilodan qo'lladik. Ushbu makka jo'xorilarimizga sistemli deymiz, tizimlik, ham teksa ham o'ladi, ham makka jo'xorini sepilgandan keyin bargini yesa ham bir qator tizimlik deganda tizimli o'ldiradi. Qurtlarga qarshi kurashib, qurtlarni uyini kuydirmoqchimiz va bu bilan bir qatorda birato'lasi hadeb dori sepolmayapmiz. Mana yomg'ir yog'yapti, boshqa bo'lyapti, shuning uchun bitta kurashganda yaxshiroq kurashish maqsadida Arate insektisidini ham sepishga qaror qildik. Buni gektariga 0.4 litr, ya'ni 400 gramdan qo'shdik emamektin benzatimizga, Apraklemimizga. Xo'p, buni ta'sir etuvchi moddasi Lambda sigalotrin ko'p qurtlarga qarshi kurashadigan insektisidlar tarkibida bor. Bu asosan kontakt ta'siriga ega, tekkanda ko'proq o'ldiradi. Mana shu ikkita o'simliklarni himoya qilish vositalarimizni 3 xil ozuqani aytib o'tdik, 3 xil ozuqaga qo'shib sepdik. O'zi aslida tavsiya qilinmaydi. O'simliklarni himoya qilish vositalarini alohida sepgan yaxshi. 10-mayda boshidan aytib o'tdim, yomg'ir bo'ldi. Mana bu o'tlarimiz ham o'sib ketdi. Agar biz alohida sepadigan bo'lsak, yana nimadir kechikib ketdi. Bu qurtlar ichiga kapalaklari g'umbay qo'yishi mumkin, tuxum qo'yishi mumkin. Xullas, birato'lasi ham ozuqalarimizni, 3 xil ozuqamizni ham ikkita o'simliklarni himoya qilish vositalarini qo'shib, bugun 13-mayda ushbu makka jo'xorilarimizga sepib o'tdik. Endi xarajatlarga to'xtalamiz. O'tgan dasturda aytgandim, xarajatlarni hozirgacha bo'lgan 13-may holatigacha bo'lgan xarajatlarga bitta to'xtalib o'tamiz. Xo'p, xarajatlar haqida to'xtalaman. Ko'pchilik muxlislarimiz, obunachilarimiz xarajatlarni ko'p so'raydi, makka jo'xori urug'larining narxlarini so'raydi. Shuning uchun bitta qilib xarajatlarga to'xtalib ketishga qaror qildik dasturimizni so'ngida. Yer tayyorlashdan boshlaymiz. Bitta dalamiz 3 gektardan oshiqroq ekan. Yerimizni o'lchab ko'rdik. 3 gektar 20 sotix atrofiga to'g'ri kelyapti. Dalalarimiz alohida bilasizlar. 50 sotixlik nargi dalamiz, puluk, chizil, teksash, agat olishi bilan 1.250.000 pul to'laganmiz. 1 sotixiga 25 mingdan. Yana mana bu biz turgan joyimizni 70 sotix hisobladik. Chizil, teksash, agat olish bilan 1.400.000 so'm hisoblaganmiz. Ya'ni 1 sotixini 20.000 so'mdan hisoblagan. Va undan tashqari naryoqda endi chiqqan katta dala maydonimiz bor, 2 gektar. Yerda puluk qilish, keyin qayta teksash, agat olishini 2 gektar hisobida 5 million so'mga xizmat haqi berganmiz va shoharlar olganmiz. Narigi tomonda ko'proq kanal kapatil dedi, bilasizlar, texnika ishlatadiganlar, dalada dehqonchilik qiladiganlar. Unga ham 500.000 so'm xizmat haqi berganmiz. Shunda texnikaga sarflagan 3 gektar 20 sotixga mablag'imiz jami 8.150.000 ga to'g'ri kelyapti. Endi ko'pchilik qiziq so'ragani uchun bitta qilib aytyapman. Endi norozi bo'lmaysizlar. Har bitta detal masalalarga, mayda masalalarga ham xarajatga to'xtalib o'tamiz. Ham o'zimga ham qiziq, qancha xarajat bo'ladi 3 gektar 20 sotixga. Ikkinchisi, amafos berdik. Umumiy 3 gektardan oshiqroq maydonimizga 800 kilo amafos berdik. 50 kilosini 440 mingdan oldik. 16 qop 440 mingdan 7 million 40 ming bo'ldi amafosga. Yaxshi toza amafos berdik va bu bilan birgalikda kaliy berdik. Dehqonobodda xloristik kaliy dedi, xlorlik kaliy. Bir qopini 150 mingdan oldik, 6 qop 300 kilo. Demak 800 kilo amafos, 300 kilo kaliyni 3 gektar 20 sotix yerga berib oldik. Kaliyni bir qopini 150 mingdan oldik. 900 ming so'mga kaliy oldik. Va amafosni texnika orqali birinchi marta mana bu 1.30 yetgan maydonimizga 250 ming so'm berdik. Keyin narigi katta dalamizga amafosni texnikaga ortadigan odamning xizmat haqi bilan qo'shganda 500 ming so'm xizmat haqi berdik. Demak 1.30 imizga 250 ming so'm, narigi 2 gektarlik dalamizga 500 ming so'mga ham texnikaga ortib beradigan odam bilan xarajat bo'ldi.
Hammer makka urug'i o'tgan safargi dasturimizda 90 ming 95 ming to'g'ri kelyapti deb aytgan edim. Chunki yigitlar menga aka ozroq qoldi dedi. Bugun tarozidan o'tkazsak, yo'q ozroq emas ekan. Birinchi qopimizdan ham kamida bir 2-3 kilo, ikkinchi qopimizdan 10 kilodan oshib qopti. Ya'ni biz 6 ta qop bergan edik 3 gektar 20 sotixga. Bitta qop to'liq oshib qopti desak ham bo'ladi. Shunda bizni 320 dala maydonimizga 5 ta qop ketibdi. 5 ta qopni 1,5 million so'mdan hisobladim. Bu o'rtacha narxi, ba'zan bundan sal arzon bo'lishi mumkin. Katta miqdorda xarid qiladiganlarga, mayda miqdorda xarid qiladiganlarga bundan sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu o'rtachasini oldim. Ulgurji savdo emas, shakana savdoni ham qimmat sotiladigan emas, o'rtasi. Bir qopimiz 1,5 million so'mdan hisoblaganda 7,5 million so'm bo'ldi. O'rtacha 14-14,5 kilo chiqadi qopidan tashqari. Bu hammer navi bitta qopida 50 ming donasi 14-14,5 kilo atrofida chiqadi. Shunda 7,5 million so'm 5 qopimiz ketdi. Ha, dona hisobida aytmoqchi edim, uncha ketmadi deganim sababi aniq hisoblasak, adashmasam 78 mingga to'g'ri keldi. Keling 80 ming dona atrofida ekibmiz. Rushnosiya paketda ekkanmiz. Agar men nima haqida gapirayotganimni yaxshi tushunmasalaringiz, dasturimizni birinchi qismini ko'rsangiz tushunib olasizlar. Bu yerda Xitoy haligi Surbeka degan selkada ekkan yigitlarga birinchi 30 dala maydonimizga ekkanda 500 ming so'm xizmat haqqi berganmiz. Narigi ikkinchi dalaga 2 gektarga ekkanda 700 ming so'm xizmat haqqi berdik. Hozircha agar adashmagan bo'lsam 25 million 40 ming so'm mana shu 3 gektar 20 sotix dala maydonimizga xarajat qildik. Hali bugungi sepilgan Apraklem yoki Arate, Beraket kimyo agro kompaniyasini o'g'itlari bular xarajatda hali hisobiga kirgan yo'q. Keyin mana bu kultivatsiyalar qildik ariqlarning ichini. Endi bu xarajat nimalarga bo'lishini mana bu dasturlarimizda bilib olamiz. Qadrli do'stlar, imkoniyat darajasida muxlislarimizga, sizlarga o'zimizni dalamizda olib borilayotgan ishlar haqida to'liqroq, batafsilroq ma'lumot bergan harakat qilyapmiz. Mana shu makka-jo'xori yetishish davomida sizlar bilan bir muloqot qilishga harakat qilyapmiz. Imkoniyat darajasida vaqtlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib tug'ilayotgan savollarni mana bu narsaga e'tibor qaratmadingiz, mana bu narsani yoritib ketsangiz yoki xarajatda bu narsani aytmadingiz, buni ham kiritib ketsangiz yaxshi bo'ladi deb izohlarda yozadigan bo'lsalaringiz, sizlarning fikrlaringizni albatta dastur tayyorlashda inobatga olamiz. Harakatlarimiz uchun vaqt ajratib, bilasizlar, savdo nuqtamiz bor, urug'chilik do'konimiz bor. Urug'chilik do'konimizdan va bloglarimizdan oshib, albatta sizlar bilan bir hamfikr bo'lamiz, hamkor bo'lamiz. Vaqt ajratib mana shu dasturlar uchun bizni energiyamizni oladi, hisob-kitobi, boshqa-boshqasi. Shuning uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab obuna bo'lsalaringiz, biz sizlarga kelajakda yanada qiziqarli bo'ladigan, yanada manfaatli bo'lgan ma'lumotlar beramiz. Albatta izohlarda yozinglar, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar, like bosinglar. Xudo xolasa, kelasi dasturlarimizda ham xarajatlari bilan va muxlislarimizdan yozilgan izohlarni inobatga olgan holda dastur tayyorlab, siz muxlislarimizga havola qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Salomat bo'linglar.